Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda og'riqli, lekin har bir oilaga tegishli bo'lgan mavzuni ochiq gaplashamiz. Qarz sababli qariyalarni, pensionerlarni, yosh ulug' ota-onalarni uydan chiqarib yuborish holatlari. Bu faqat birovning muammosi emas. Bugun qo'shningiz, ertaga qarindoshingiz, keyin esa o'zingiz yoki ota-onangiz shunday vaziyatga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun sizga kim haqiqatan ham xavf ostida, kimni uyidan chiqarish oson emas, qaysi hujjatlar hal qiluvchi rol o'ynaydi va qarz bo'lsa ham qanday himoyalanish kerakligini tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot ko'proq odamga yetib borishi kerak. Avvallari ko'pchilik odamlar uy-joy masalasida bunday katta xavfni sezmas edi. Odamlar qarzni ko'proq tanish bilishdan olar, tilxat yozib berar. Keyin kelishib to'lardi. Bank krediti, mikroqarz, onlayn qarz, kafillik, garov, ijro harakatlari haqida oddiy odamlar uncha ko'p bilmas edi. Ko'p oilalarda uy katta avlod nomida bo'lardi. Ota yoki ona nomida hovli. Farzandlar esa shu uyda yashardi. Uy o'zimizniki. Hech kim tegolmaydi degan ishonch bor edi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Qarzdorlikning shakli ko'paydi. Bank kreditlari bor, mikroqarzlar bor, plastik karta orqali olingan qarzlar bor. Onlayn shartnomalar bor, kafillik bor, garov bor. Eng xavflisi shuki, ko'pchilik hujjatning mazmunini to'liq o'qimasdan imzo qo'yadi. Faqat formalnost hech narsa bo'lmaydi. O'g'lim to'lab beradi, qizim biznes boshlaydi. Kelin kuyov vaqtida yopadi deb o'ylaydi. Ammo qarz to'lanmay qolsa hissiyot emas, hujjat ishlaydi. Sud, ijro byurosi undiruv, taqiq xatlov, auksion degan jarayonlar boshlanishi mumkin. Men eng avvalo bir narsani aniq aytaman. Qarz borligi o'z-o'zidan odamni ko'chaga chiqarib yuborish mumkin degan emas. Lekin qarz garov bilan bog'langan bo'lsa, uy qarz ta'minoti sifatida qo'yilgan bo'lsa, sud qarori chiqqan bo'lsa, ijro ishi yuritilayotgan bo'lsa, vaziyat juda jiddiylashadi. Ayniqsa pensionerlar ko'pincha huquqiy savod yetishmagani, farzandlariga haddan tashqari ishonib hujjat imzolagani yoki o'z nomidagi uyni garovga qo'yganini kech tushungani sababli xavfga tushadi. Birinchi navbatda xavotir olish kerak bo'lganlar kim? Agar sizning uyingiz kredit yoki qarz bo'yicha garovga qo'yilgan bo'lsa, bu eng katta xavf. Masalan, otaxon o'g'lining biznesi uchun bankdan 200 million so'm kredit olishiga rozi bo'ldi. Bank, uyingizni garovga qo'ysangiz kredit chiqadi dedi. Otaxon o'g'lim halol bo'la, 1 yilda yopadi deb ishonib imzo qo'ydi. Ish yurishmadi. To'lovlar 6 oy kechikdi, jarima qo'shildi. Qarz 200 milliondan 260 millionga chiqdi. Bank sudga murojaat qildi. Sud qarori chiqqach, garovdagi mulk hisobidan qarzni undirish masalasi ko'tarildi. Mana shu holatda men qari odamman. Bu mening yagona uyim. Men o'g'lim uchun imzo qo'ygandim degan gaplar vaziyatni yumshatishi mumkin. Lekin hujjatda garov majburiyati bo'lsa, xavfni butunlay yo'q qilmaydi. Ikkinchi xavfli holat kafillik. Ko'p qariyalar faqat kafil bo'lib qo'ying, sizdan pul so'rashmaydi degan gapga ishonadi. Aslida kafil bo'lish juda jiddiy majburiyat. Agar asosiy qarzdor to'lamasa, kredit tashkiloti yoki kreditor kafildan ham talab qilishi mumkin. Misol uchun, onaxon nabirasi uchun taksim million so'mlik kreditga kafil bo'ldi. Nabira 2 oy to'ladi, keyin ishlari to'xtadi. Bank onaxonga qo'ng'iroq qila boshladi. Pensiya kartasiga ijro hujjati qo'yilishi mumkin. Mol mulkini aniqlash harakati boshlanishi mumkin. Agar onaxon nomida uy bo'lsa, har doim ham darhol uy sotiladi degani emas, lekin majburiy undiruv jarayonida mol mulk masalasi ko'riladi. Shuning uchun kafil bo'lish, imzo xolos degan tushuncha juda xavfli. Uchinchi holat, uy farzand nomida, lekin ota-ona shu uyda yashaydi. Masalan, uy o'g'ilning nomida. Ota-ona 20 yildan beri shu uyda yashaydi, kommunal to'laydi. Hovlini obod qilgan, lekin hujjatda mulkdor o'g'il. O'g'il qarzga botib, uyni garovga qo'ygan yoki qarz sabab uyga taqiq tushgan. Bu holatda ota-onaning biz shu uyda yashaymiz degan holati albatta e'tiborga olinishi kerak. Ro'yxatda turish, yashash huquqi, oilaviy holat muhim. Lekin mulkdor kimligi juda katta ahamiyatga ega. Ota-ona bizning uyimiz deb yurgan uy hujjatda farzand nomida bo'lsa, ular o'zlarini to'liq xavfsiz deb hisoblamasligi kerak. 4-holat. Uy qariyaning nomida, lekin farzandlar qarzdor. Bu yerda ko'pchilik adashadi. Agar qarz farzandning nomida bo'lsa, ota yoki onaning nomidagi uyga avtomatik ravishda tegib bo'lmaydi. Masalan, o'g'il 2 million so'm qarzdor. Lekin qarz shartnomasida ota kafil emas, uy garovga qo'yilmagan. Ota hech qanday majburiyat olmagan. Bu holda kreditor kelib, otangning uyini sotamiz deb qo'rqitish qonuniy asosga ega emas.
Qarzdor kim bo'lsa. Javobgarlik avvalo o'sha shaxsning mulki, daromadi va majburiyatlari doirasida bo'ladi. Shu sababli qariyalar qo'rqib begoning bosim ostida hujjat imzolab yubormasligi kerak. 5-holat tilxat va notarial qarzlar. Ba'zan odamlar 300 million, 100 million, hatto 300 million so'mni tilxat bilan oladi. Keyin kreditor uyingni yozib ber, bo'lmasa chiqarib yuboraman deb bosim qiladi. Men bunday vaziyatlarda bir narsani aytaman. Hech kim sud qarorisiz. Qonuniy tartibsiz sizni uy joyingizdan majburan chiqarib yuborishga haqli emas. Qarzni undirish alohida jarayon, uyga kirib kelib janjal qilish, eshikni buzish, qo'rqitish, hujjatga majburan imzo qo'ydirish esa boshqa masala. Bunday holatda darhol ichki ishlar organlariga murojaat qilish, ariza yozish va dalillarni saqlash kerak. Kim shoshilib vahimaga tushmasligi kerak. Agar siz hech qanday kredit olmagan bo'lsangiz, hech kimga kafil bo'lmagan bo'lsangiz, uyingiz garovda bo'lmasa, sud qarori bo'lmasa, sizga qarz uchun uyingizni olamiz degan gap aytilsa, avvalo hujjat talab qiling. Oddiy qo'ng'iroq, og'zaki tahdid, qo'rqitish, tanish orqali bosim qonuniy kuchga ega emas. Lekin baribir beparvo bo'lmang. Chunki ba'zan odam o'zi bilmagan holda elektron shartnomaga rozilik bergan, notariusda nimagadir imzo qo'ygan yoki ishonchnoma bergan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshirish kerak. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat yagona uy masalasi. Ko'pchilik yagona uy bo'lsa hech kim tega olmaydi deb o'ylaydi. Bu fikr ba'zi holatlarda himoya bo'lishi mumkin, lekin har doim ham mutlaq qalqon emas. Ayniqsa uy garov predmeti bo'lsa, vaziyat boshqacha baholanadi. Agar odam aynan shu uyni garovga qo'yib kredit olgan bo'lsa, kreditorning talabi garov shartnomasi asoslanadi. Shuning uchun yagona uy degan dalilni albatta aytish kerak. Lekin faqat shu dalilga ishonib qolish xato. Ikkinchi nozik jihat ro'yxatda turish mulkdorlik degani emas. Ba'zi qariyalar men propiskadaman, demak uy meniki deb o'ylaydi. Yo'q. Ro'yxatda turish yashash huquqi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin mulkdorlikni kadastr hujjati, oldi-sotdi shartnomasi, hadya, meros, sud qarori kabi hujjatlar belgilaydi. Agar uy kelinning nomida bo'lsa, ota-ona ro'yxatda turgani bilan avtomatik mulkdor bo'lib qolmaydi. Shu sababli oilada uy kim nomida, qanday asosda olingan, kimning ulushi bor, nikoh davrida olinganmi, merosmi, hadyami, bularning hammasi muhim. 3-tuzoq, hadya shartnomasi. Qariyalar ba'zan farzandimga hozir uyni hadya qilaman, o'zim baribir shu yerda yashayman dedi. Hujjat imzolangach mulkdor farzand bo'ladi. Agar farzand keyin qarzga kirsa, ajrashsa, moliyaviy muammoga tushsa yoki uyini garovga qo'ysa, ota-onaning holati murakkablashadi. Shu sababli hadya qilishdan oldin 100 marta o'ylash kerak. Agar baribir hadya qilinsa, yashash huquqi. Umr davomida foydalanish sharti kabi masalalarni huquqshunos bilan ko'rib chiqish zarur. 4-tuzoq, ishonchnoma. Ota, men sizning nomingizdan hujjatlarni yuritaman. Notariusga borib ishonchnoma bering deyshadi. Ishonchnoma oddiy qog'oz emas. U bilan uy sotilishi, garovga qo'yilishi, shartnoma tuzilishi mumkin. Agar vakolatlar keng yozilgan bo'lsa. Men ko'rgan vaziyatlarda qariyalar men faqat kommunal hujjat deb o'ylagandim deydi. Lekin ishonchnomada sotish, garovga qo'yish, pul olish vakolatlari bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun hech qachon o'qimasdan ishonchnoma bermang. Notariusda matnni ovoz chiqarib o'qitib oling, tushunmagan joyingizni so'rang. 5-nozik jihat, sudga bormaslikning oqibati. Ko'p odamlar suddan qo'rqadi. Chaqiruv qog'ozi kelsa yashirinadi yoki bo'lmasam ish yurmaydi deb o'ylaydi. Aksincha, siz bo'lmasangiz ham ish ko'rilishi mumkin. Sudda siz qarz miqdoriga e'tiroz bildirishingiz, foiz va peyantdan tashqari ko'pligini aytishingiz, to'lov jadvali so'rashingiz, oilaviy sharoitni tushuntirishingiz, garov shartnomasi bo'yicha e'tirozlaringizni bildirish imkoniga egasiz. Sudga bormaslik o'zingizni himoyasiz qoldirish demak. 6-nozik jihat. Ijrochi kelganda qanday tutish kerak? Ijro byurosi xodimi qonuniy hujjat bilan kelishi mumkin. Bu holatda janjal qilish, haqorat qilish, eshikni ochmaslik orqali muammo hal bo'lmaydi. Lekin siz hujjat ko'rishga haqlisiz. Ijro hujjati, qaror, xatlov, dalolatnomasi, xodimning xizmat guvohnomasi. Hamma narsani videoga olishga, dalolatnoma nusxasini so'rashga. E'tirozingizni yozdirishga harakat qiling. Agar uyda qariya, nogiron, voyaga yetmagan bolalar bo'lsa, bu holatlarni albatta qayd ettiring. 7-nozik jihat, kollektor yoki qarz undirish bilan shug'ullanuvchi shaxslarning bosimi. Ba'zan ular juda qo'pol gapiradi. Bugun chiqasan, uyga odam yuboramiz, mahallaga sharmanda qilamiz.
Bunday gaplar sizni qo'rqitish uchun ishlatiladi. Qonuniy talab hujjat bilan bo'ladi. Agar tahdid bo'lsa, audio yozuv, SMS, Telegram xabar, qo'ng'iroq vaqti, telefon rami hammasini saqlang. Tahdid, haqorat, shaxsiy hayotga aralashish, majburlash bo'yicha alohida shikoyat qilish mumkin. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Uy bo'yicha kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldi sotda yoki hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, ro'yxatda turganlar haqida ma'lumot, qarz shartnomasi, kredit shartnomasi, garov shartnomasi, kafillik shartnomasi, sud chaqiruvi, sud qarori, ijro hujjati, hammasini bitta papkaga soling. Hujjatni yo'qotib qo'ymang. Suratga olib telefoningizda va yaqin ishonchli odamingizda saqlang. Ikkinchi qadam, qarz kimning nomida ekanini aniqlang. Qarzdor sizmisiz? Farzandingizmi? Turmush o'rtog'ingizmi? Siz kafilsizmi? Uy garovdami? Mana shu savollarga aniq javob bo'lmasa, to'g'ri yo'l topib bo'lmaydi. Ko'p odam bizning qarzimiz deydi, lekin hujjatda bir shaxs qarzdor bo'ladi. Agar siz hujjatda yo'q bo'lsangiz, sizdan talab qilish uchun asos bo'lishi kerak. Uchinchi qadam, sud bo'lsa albatta qatnashing. Agar chaqiruv kelsa, men tushunmayman deb uyda o'tirmang. Sudga yozma e'tiroz tayyorlang. Unda qarz miqdori bo'yicha fikringizni, to'langan summalarni, oilaviy ahvolingizni, yosh ulug'ligingizni, pensiya miqdorini, uy yagona turar joy ekanini, ro'yxatda yashovchilarni, nogiron yoki voyaga yetmaganlar borligini ko'rsating. Agar siz shartnomani tushunmagan bo'lsangiz, bosim bo'lgan bo'lsa, imzo qo'yishda aldanish bo'lgan deb hisoblasangiz, buni ham yozing. Dalilsiz gap kuchsiz. Shuning uchun guvohlar, xabarlar, to'lov cheklari, bank ko'chirmalarini ilova qiling. To'rtinchi qadam, kechiktirish yoki bo'lib to'lashni so'rang. Agar qarz haqiqatan sizniki bo'lsa va to'lash niyatingiz bo'lsa, kreditor bilan yozma kelishuv qiling. Og'zaki mayli keyin to'laysiz degan gapga ishonmang. Qayta tuzilgan to'lov jadvali, penga kamaytirish, muddat berish, qisman to'lov bo'yicha ariza yozing. Bankka yoki kredit tashkilotiga arizada familiya, ism, shartnoma raqami, qarz miqdori, kechikish sababi, hozirgi daromad, taklif qilinayotgan to'lov grafigi aniq ko'rsatiladi. Masalan, men har oy pensiyamdan 1 million so'mdan to'lashga tayyorman. Jarima va penyaning bir qismini kamaytirishingizni so'rayman deb yoziladi. 5-qadam, mahalla, tuman hokimligi, ijtimoiy himoya organlari bilan aloqaga chiqing. Agar uyda yolg'iz qariya yashasa, nogironlik bo'lsa, parvarishga muhtoj shaxs bo'lsa, bularni hujjatlashtiring. Mahalladan yashash sharoiti haqida ma'lumotnoma, oila tarkibi haqida ma'lumot, pensiya miqdori haqida hujjat, tibbiy ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Bu hujjatlar qarzni yo'q qilib yubormaydi, lekin sud va ijro jarayonida insoniy va ijtimoiy holatni ko'rsatadi. 6-qadam, bepul yoki arzon huquqiy yordam izlang. Har bir ishda advokatga katta pul to'lash hammaning qo'lidan kelmaydi, lekin maslahat olish shart. Notariusdan hujjat mazmunini so'rang. Yuridik klinikalar, advokatlar, huquqiy maslahat markazlari, davlat xizmatlari markazi orqali yo'l yo'riq oling. Eng muhimi, qo'shnim shunday degan, Telegramda o'qidim. Bir tanish aytdi degan gap bilan qaror qilmang. Har bir holat hujjatga qarab baholanadi. 7-qadam. Hech qachon bosim ostida yangi hujjat imzolamang. Kreditor kelib, "Hozir mana bu qog'ozga imzo qo'ying, bo'lmasa uyingizdan chiqaramiz" desa, to'xtang. Hujjatni olib o'qib chiqish uchun vaqt so'rang. Imzo qo'ymaslikka haqqingiz bor. Agar notariusga olib borishsa, notariusga "Men hujjatni tushunmadim, menga vaqt kerak, menga bosim bo'lyapti" deb ochiq ayting. Imzo qo'yilgandan keyin uni bekor qilish ancha qiyin bo'ladi. 8-qadam, dalillarni saqlang. Agar kimdir uyga kelib tahdid qilsa, qo'ng'iroq qilsa, qarindoshlar orqali bosim o'tkazsa, yozib boring. Sana, vaqt, kim kelgani, nima degani, guvohlar kim bo'lgani, hammasi muhim. SMS va yozishmalarni o'chirmang. Bu dalillar keyinchalik shikoyatda kerak bo'ladi. 9-qadam, qarindoshlar bilan mulk masalasini oldindan tartibga soling. Ota-ona keksayganda uy masalasini keyin ko'ramiz deb qoldirmaslik kerak. Kim yashaydi? Kimning ulushi bor? Uy hadya qilinadimi? Vasiyat qilinadimi? Yashash huquqi qanday himoyalanadi? Bularni tinch paytda, janjal chiqmasdan oldin hal qilish kerak. Chunki qarz, ajrim, o'lim, kasallik kelganda hamma narsa og'irlashadi. 10-qadam. Agar ijro jarayonida uy xatlangan bo'lsa, befarq qolmang. Xatlov dalolatnomasini oling, baholash natijasini tekshiring. Mulk juda arzon baholanayotgan bo'lsa, e'tiroz bildiring. Auksion, sotuv, chiqarish masalalarida muddatlarga e'tibor bering. Ko'p odam muddatni o'tkazib yuboradi. Keyin endi nima qilamiz deb qoladi.
Har bir qaror ustidan shikoyat qilishning o'z muddati bor. Real hayotdagi misollarni yana aniqroq ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, pensioner ona qizining kreditiga kafil bo'lgan. Kredit 6 million so'm. Qiz 3 oy to'lagan, keyin chetga ketgan. Bank onaning pensiya kartasidan ushlab qolish bo'yicha ijroga bergan. Ona qo'rqib, uyimni olib qo'yishadi deb o'ylagan. Hujjat tekshirilganda uy garovda emas, ona faqat kafil. Bu holatda asosiy xavf daromad va boshqa mulk bo'yicha undiruv, lekin darhol uy sotilishi shart emas. To'g'ri yo'l, qarz miqdorini tekshirish. To'langan summalarni aniqlash, bankka bo'lib to'lash bo'yicha ariza berish, sud yoki ijroda e'tirozlarni bildirish. Ikkinchi misol, ota o'g'li uchun 300 million so'mlik kreditga uyini garovga qo'ygan, to'lov to'xtagan, bank sudga bergan. Bu eng xavfli holat. Bu yerda men qarzni olmaganman deyish yetarli emas, chunki garovga rozilik berilgan. To'g'ri yo'l. Shartnoma haqiqiy tuzilganmi? Notarial tartib bo'lganmi? Ota shartnomani tushunganmi? Bosim bo'lganmi? Qarz miqdori to'g'rimi? Pensiya haddan ortiq emasmi? Bank restrukturizatsiya qilishi mumkinmi? Hammasi tekshiriladi. Eng muhimi, sud jarayonida faol qatnashish. Uchinchi misol, qarzdor farzand ota-onasining uyida ro'yxatda turadi, lekin uy otaning nomida. Farzand 1 million qarz olgan. Kreditor kelib otaga o'g'ling shu uyda turadi, uyni sotamiz degan. Agar ota kafil bo'lmasa, uy garovda bo'lmasa, qarz otaning nomida bo'lmasa, bunday bosimga qonuniy asos yo'q. To'g'ri yo'l. Kreditorning talabini yozma so'rash, tahdid bo'lsa ariza berish, hech qanday hujjat imzolamaslik. To'rtinchi misol, onaxon uyini katta o'g'liga hadya qilgan, o'zi shu uyda qolgan. O'g'il biznesda yutqazib, uyini garovga qo'ygan. Endi bank garovni undirmoqchi. Onaxon bu mening uyim edi dedi, lekin hujjatda uy o'g'ilniki. Agar hadya shartnomasida onaning umr davomida yashash huquqi aniq yozilmagan bo'lsa, himoya qiyinlashadi. Mana shuning uchun hadya ishonchli garov kabi hujjatlar keksalar uchun juda ehtiyotkorlik bilan tuzilishi kerak. Bugungi gapning eng asosiy mazmuni shuki, qarz uchun qariyalarni uydan chiqarish har doim ham oson va avtomatik jarayon emas. Lekin uy garovda bo'lsa, kafillik bo'lsa, sud qarori bo'lsa, ijro jarayoni boshlangan bo'lsa, xavf real bo'ladi. Eng katta xato qo'rqib yashirinib olish, hujjatlarni o'qimasdan imzo qo'yish, sudga bormaslik, og'zaki va'dalarga ishonish. Men sizga tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni tekshiring. Uy kimning nomida ekanini biling. Kafil bo'lishdan oldin o'ylang. Garovga rozi bo'lishdan oldin oqibatini tushuning. Bosim bo'lsa darhol yozma murojaat qiling. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qarz kimning nomida, uy garovdami, sud bo'lganmi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, aka-ukalaringizga, opa-singillaringizga yuboring. Chunki bir to'g'ri ma'lumot ba'zan butun bir oilaning uyini saqlab qolishi mumkin.